Kechaning asosiy jangi, kutilgan jangi, keskin jangi bo'lib o'tishi arafasida Hasan Orziqulov chiqib keladi birinchi bo'lib ringga. Уровень ракеба. Синий угол приглашается файтер, представляющий Казахстан, Aziz Babayev. Va raqibi juda ham kuchli Qozog'iston vakili Aziz Babayev. Texnikasi, zarbalar og'irligi barcha joyida unda. Va professionallardan anchadan beri ishtirok etib kelayotganligi sezilib turibdi. Килограмм фазы toifasi. Официальное представление бойцов. Первый из красный угол Кызыл бурчакта. Hamyurtimizning yoshi 20 da, bo'yi 178 см, вазда 65 кг. Он мастер спорта и чемпион Узбекистана по кикбоксингу представляет G'ayrat Qo'rg'ontepa Andijon Hasan Orziqulov. Hasan Orziqulov Ilhom Mamajonov shogirdi. Va uning raqibi. Корпурчакта, синий угол ринга. Бойцов 18 лет. Рост 178 см, вес 65 кг ровно. Он мастер спорта и чемпион Казахстана по кикбоксингу представляет бойцовский клуб Тамерлан Астана қаласы Казахстан. Aziz Орел Babayev. Jang boshlandi. E'tiborga qo'ying, qanday kuchli zarbalar va aniq ham muhim. Middle kick o'tyapti low kick ortidan. Va eng muhim jihati Babayev uchun bu professionallarga ancha moslashgan, tajribasi bu borada juda katta. Orziqulov endi bu yo'nalishga kirib boryapti professionallarga. Ochkolar bo'yicha yutish qiyin, aynan taktik jihat muhim ahamiyatga ega bo'ladi bu jangda. Orziqulov esa yaxshi ko'radi mana shunday uslubni. Faqat o'tarmikan mana bu raqib. Front kick yiqityapti. Babayev ikkilanmasdan albatta zarba yo'llash kerak.
Ikili zarbasi va high kick. Yetib bormayapti hozir raqibga. Tutib olishga harakat qilib ko'rdi Babayev. Hammasi joyida. Long qo'lda zarba o'tkazib yuboryapti. Ikkinchi kombinatsiya o'tmadi, ammo zarba yo'llamayapti. Orziqulov mana shunisi hozir muhim. Chap qo'l yon taraflama endi zarba o'tdi. Front kick qozog'istonlik sportchidan. Yana clinch. Bekzod Aliyev ham hozir qo'shimcha ko'rsatmalar beryapti. Zarbasini amalga oshirishga harakat qilib ko'rdi. Orziqulov yana mana shu front kick juda xavfli chiqyapti. Va birinchi raund yakuniga yetmoqda. Oson emas. Tajribalanchigini kuchli raqibga qarshi bahs olib borish. Ammo bir jihat bor do'stlar, kecha yarim finalda ham texnik mahorati, uning salohiyatini kuzatdik, ko'rdik. Ammo bir kamchilik bor Babayevda. U ham bo'lsa jismoniy tayyorgarlik. U o'sha bir yarim raund ishlab berdi. Undan so'nggisi temp ancha pasayib ketdi. Va o'sha bir yarim raundda to'plagan natijasi evazigagina g'alaba qozongan. U yog'iga yo'q bo'lib qolgan edi. Orziqulov esa bu borada juda kuchli, jismonan tayyor. Hasan Baratov Oybek Narmetov bilan ikkinchi raund. Mushlash deb aytib o'tilgan adashmasam, hozir unga o'z texnikasini namoyish etishga imkon bermaslik muhim. Va bu ishni bajarishni boshlaydi hozir Orziqulov. Boshlaydi. U cho'chimaydi, hayiqmaydi. Ikkilanish bo'lmasa kifoya. Ana qarang, ikkinchi raundga kelib endi asta-sekin bilan, sekinlik bilan Orziqulov hujumga o'tyapti. Front kicklar esdan chiqmadi. Raqibning front kicklari. Mana shu zarbalar. O'tmayapti, middle kick o'tyapti. Og'dirishga harakat qilyapti Babayev. Orziqulov oldinga borish kerak, ortga chekinish kerak emas bu raqibga qarshi. Masofa berish kerak emas. Mana o'sha front kick. Lynch. Yaxshi, jigarga aniq zarba o'tyapti. Mana shunday yaqqol zarbalar kerak. Kuchli zarbalar kerak. Jangda kam bunday zarbalar. O'ng qo'l cross o'tyapti ortidan. Bog'lab olishni boshladi, charchashni boshladi Babayev. Va bundan endi Orziqulov unumli foydalanishi kerak bo'ladi. Murabbiydan ko'rsatmani qabul qilib olishning o'ziga xos uslubini qarang.
Klinch. Zarba kerak. Orziqulov, zarba kerak. Toliqda charchadi. Endi hozir o'zini namoyish etish kerak. So'nggi 10 soniya. Bu raund hali hech narsa ma'lum emas. Raund yakuniga yetmoqda. Bilmadim. Birinchi raund yaqqol boy berildi. Ikkinchi raund savol ostida. Bekzod Aliyev o'zi kelib hozir ko'rsatib beryapti. Ana og'ir nafas olishni boshladi. Bekzod Aliyev, O'zbekiston terma jamoasi bosh murabbiyi. Sabr chidamasdan borib ko'rsatib berdi. Hozir ham. Mana endi uning vaqti keldi. Mana endi Orziqulovning eng kuchli jihati. Jismoniy holati, jismoniy tayyorgarligi doim unga muvaffaqiyat keltirgan bu narsa. Hozir keltiradimi yoki yo'qmi? Ko'ramiz. Chap oyoq doim tayyor Babayevda. Shu front kickni amalga oshirish uchun bu yerdan zarbalari yo'q. Orziqulov tezroq chiqib ketmoqchi vaziyatdan. O'ng qo'lda zarba ikkita yo'llashga muvaffaq bo'lyapti Klinch. Ana shu front kick Babayevdan. Sarosman yaqinlash bilan Klinchga olyapti. Yaqinlash bilan bog'lab olyapti Babayev. Front kick o'tyapti. Orziqulov oldinga qarab boryapti endi. Jang davom ettirish lozim. Ko'proq zarbalar. Mana qarang, umuman jang qilishga bermayapti. Chunki jismonan bunday holatga tayyor emasligini kecha ham namoyish etib berdi Babayev. Bitta zarba tizadi. Low kick. Klinchni yechyapti, lekin qo'yib yubormayapti. Yana bog'lab olyapti. Ortga bir ham chekinishmayapti. Mana shu Aliyev aytib o'tgandek low kicklar yaqinlash chog'ida kerak emas. Qarama-qarshi zarbalar kutyapti Orziqulovdan. Mana shunday zarba. O'tmadi hozir. Shuhrat Temir hamma ko'rsatma beryapti. O'tyapti, ikkita zarba Orziqulov o'tyapti. Majbur bog'layapti. So'nggi daqiqa boshlandi. Yaxshi chap qo'l yondirilgan zarba. Mo'ljalga bormoqda. Qo'lda hozir zarbalar yo'llash kerak, ha? Aliyev bejizga aytib o'tmayapti. E'tibor qating. Ushlab olyapti darhol. Vaqt esa oz qolyapti. Bermayapti jang qilishga. Endi ogohlantirish berib qo'ysa ham menimcha bo'ladi. Fronki. Vaqt yakuniga yetmoqda. Babon. Jang uchun bir-biriga minnatdorchilik bildirishmoqda. Bu taktika, bu kurash, bu sport.
Ochiq aytib o'taman, Babayev katta ehtimol bilan g'alaba qozondi bu bahsda. Kecha albatta Orziqulov jangni ko'rgandan so'ng 1,5 raund bugun ham o'sha bor salohiyatini namoyish etgan holda ochkolar yig'di. Yakunda esa Orziqulovga ishlashga imkon bermadi. Faqat klinch va klinch. Zayal Sodiqov sheriklari bilan ko'rdik. Kart bilan janglarni kuzatib borishyapti. Kayfiyat tushayotgani yo'q. Har doim mana shunday chaqchaq, yaxshi kayfiyatda janglarda ishtirok etadi Orziq. Umuman charchagani yo'q. Suhbatlashyapti. Hakamlar qanday qaror chiqarishgan deb so'rab qo'ygan bo'lsa kerak. Men o'zim fikrimni aytdim do'stlar, endi bu yoqqa hakamlar albatta o'z fikrini aytishadi. Salmoqli zarbalar Taqdirlar uchun Naring приглашается. O'zbekiston kickboksing assotsiatsiyasi raisi Oybek Narmetov, добро пожаловать. Oybek Narmetov taqdirlashga chiqgan. Ushbu jang g'olibi в данном поединке победу единогласным решением судей одержал Katpro Bangkok, Tailand musobaqasi litsenziyasi sohibi Tailand Ostona Aziz Babayev. Aziz Babayev litsenziyani qo'lga kiritmoqda. Ha. G'alaba qozonyapti. Oybek Narmetov. Ha, молодец. Deb aytib o'tmoqda. Barakalla deb aytib o'tmoqda. Hozir Hasan Orziqulovga jang g'olibi gonorar $300, 300 baksov. Birinchi o'ringa adashib ketdi $500 va ikkinchi o'rinni olgan sportchimizga $300. Yorqin jang, esda qoladigan jang. Har bir mana shunday ringga chiqib janglar soni oshib boryapti yurtimizda kickboksingda.